Dehqonoboddan kelgan qizimiz sochlarini keratin qilaman. Kelishlaridan oldin 2 marta sochlarini kestirgan ekanlar. Sochlarini uchiga juda ham ko'p flirovka berilgan. Undan tashqari sochlarini uchida ozroq kuyish bor. Sochlariga keratin surtdim. Undan keyin sochlarini dazmol qilib, keyin sochlarini yuvdim. Har doim keratinda sochlarni yuvib, effektini ko'rsataman. Soch qanaqa chiqsa, o'shani videoga olib qo'yaman qizlarjonlar. Sochni dazmol qilingan holatini olib mana keratin qildim yoki lampani tagida olib mana keratin qildim deb qo'ymayman. Sirazi sochni yuvib, effektini ko'rsataman. Uyingizga borib 3 kundan keyin, 5 kundan keyin yuvasiz demayman. Buni hamma kelgan klientlarim biladi. Shu bilan bu qizimiz sochlarini yuvdik. Ko'rsanglar bo'ladi. Bitta kichkina taroqda ham qanaqa zo'r taraldi sochlari. Juda ham sog'lom bo'lib qoldi. Shu bilan sochlarini oddiy fenda quritdim. Yana bitta qizimiz yozganlar, kalta soch qanaqasiga uzun bo'lib qoldi deb. Paxaygan jingalak soch kalta bo'lib turadi, lekin dazmol qilib keratin qilgandan keyin soch uzun bo'ladi. Buni jingalak sochli qizlarimiz biladi. Qanaqa chiqibdi, fikrlaringizni kommentariyada kutaman. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.